Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Uychilar tinchmi? Dehqonchiliklar charchatmayaptimi? Anchadan beri video qila olmagandim. Biz teplitsamizni bu orada nima ishlar qildik? Mana shu bodringlarni hammasini yig'ishtirib tayladik. Mana endi 2026-yil uchun ekinga yerni tayyorlayapmiz. Mana bodringning joyi. Yerimizni unumdorligini oshirish maqsadida bunga molni go'ngidan solyapmiz. Buni qanday solyapmiz? Mana yerdan misol uchun mana shu chekkadan pori ko'chat ekilsa, buni ko'tarma pushta bo'ladi nasib bo'lsa. Keyin bu tarafidan tuprog'i olinib ko'tariladi. Shu olinadigan joyga bir bel qazib olib, shu chuqurlikka go'ngni solib chiqyapmiz. Keyin pushta bo'ladi shu go'ng. Shunday deb o'yladim. Mana shu ikkita go'ngni o'rtasidan ekiladi ko'chat. Ikki tarafidan bu tarafdan tortib o'rtaga ekiladi. Shu go'ng shu o'rtaga qoladi. Tagiga jo'yan tagiga qilsam bo'lardi-yu. Tagiga qolib ketadi deb shu ustiga turganni ma'qul ko'rdim. Tomiriga yaqinroq bo'lsin deb. Mana shu bir bel olib, bu tarafiga taylab, mana yerga taylab, mana shunday qilib to'kib chiqyapmiz aravada. O'rtaga pushta bo'ladi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, bundan keyin bir amofostor berib, Frazerda traktor bilan haydataveramiz. Yanvar oyigacha yerimiz qizib, o'zini kuchini to'plab, dam olib turadi. Inshaalloh. Katta umidlar bilan harakat qilyapmiz. Hosildorlikni yana ham yuqoriroq qilish maqsadida. Bizni kuzatishda davom eting. Inshaalloh sizlardan pomidor yetishtiramiz. Pomidor navini ham topdim, yaxshirog'ini. O'tgan yil ham ekib ko'rgandim. Kasallik tushirib yuborgandim. Baribir yana shu navdan ekyapman. Bu Vardanza. Fito kompaniyasining Vardanza sortidan urug' oldim hali. Shuni ko'chat qilib ekamiz. Inshaalloh. Mayli, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan inshaalloh pomidorni noldan sotishgacha qo'yib boramiz, videolarni ko'raverasizlar. Bular yetishtiramiz inshaalloh.